nima deyapsan sen menga? Men Hakim Faziljonman, fuqaroman. 1 yildan beri qatnayman shu yerga. Ariza beraman oxirgi. Arizaga juda ko'p marta ariza ham berganman, qabul ham qilmayapti, hujjatlarni ham olib qo'ymayapti. Tushunmadim, nima deyapsan menga? Siz o'zingiz tanishtiring, kim, ism familiyangiz? Shu yer boshliqman dedingiz. Telefonaga chiq bor. Yo'q, ayting shuni. Men yo'q, plastik. Xo'p, baqirmay gapiravering, eshitaman. Yaxshi. To'g'ri bor, ko'zimga ko'rinma. Aslan biz hozir. Men kirib ko'rib kelib, bunda salom bir deyiz degan narsa yo'q. Yo'q ham, hayam deganingiz yo'q. Plastik bormi? Hali ariza berdim senga. Men senga tushuntirdim dastur. Olmasa qayta odam yo'q, birorta ishchi yo'q. Oxirxonada sherali bor. Hamma eshikni ochib ko'rdim aka. Oxirxonaga bor. Birorta eshik ochiqmi? Yuring ko'ramiz. Qulf hamma eshik. Nima deyapsan sen bilat? Kel yoqqa. Xo'p, haydang. O'chir telefoningni. Nega o'chiraman? O'chir telefoningni. O'zim uchun olyapman. Nima sen? Qanday olasan naxul? So'ginmay gapiring. Men o'chir telefoningni dedim. o'chirmayman. Men o'zim uchun olyapman. O'zim huquqim uchun.